Sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan keng islohotlar nafaqat tibbiyot muassasalarining texnik jihatdan jihozlanishida, balki tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini tubdan yangilanishda ham o'z samarasini bermoqda. Bu borada Pastdarg'om tumanida tibbiyot birlashmasi misolida ham natijalarni ko'rish mumkin. 2023-yildan buyon tibbiyot birlashmasiga Husinov Izzat Akramjonovich rahbarlik qilmoqda. U prezidentimizning tashabbusi bilan joriy etilgan tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi orqali aholiga tibbiy xizmatni yaqinlashtirish, tizimda mavjud muammolarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirishda fidoyilik qilmoqda. Pastdarg'om tumani hududida bugungi kunda 388.245 nafar aholi istiqomat qiladi. 76.839 ta xonadon mavjud. Dastur doirasida Do'stlik, Zarbdor, Bog'onali kabi oilaviy shifokorlik punktlarida 11 turdagi tibbiyot muassasalari tomonidan keng ko'lamli tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Bu jarayonda 78 turdagi kasalliklar aniqlanib, shundan 8 nafari bo'yicha yuqori bosqichga yo'llanmalar berildi. Eng ko'p uchrayotgan xastaliklar sifatida gipertoniya, endokrin tizim muammolari va pnevmoniya kabilar qayd etilmoqda. Shu bilan birga bemorlarga 120 xil turdagi bepul dori vositalari tarqatildi. Tibbiy muassasalarni zamonaviy talablarga mos holga keltirish ishlari ham shiddat bilan davom etmoqda. Jumladan 4 ta muassasada nogironlar uchun qulayliklar yaratildi. Shu bilan birgalikda 8 ta ta'mirtalab hojatxonada ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda tumanda 2750 nafar tibbiyot xodimi faoliyat yuritmoqda. Ulardan 650 nafari shifokor, 2100 nafari esa o'rta va kichik tibbiyot xodimlaridir. Shu bilan birgalikda 121 nafar xodimga malakalarini oshirish uchun qulay imkoniyatlar yaratib berildi. Shifokorlarning bilim va mas'uliyat bilan ishlashi, aholiga chuqur g'amxo'rlik bilan yondashishi keng jamoatchilik tomonidan yuksak baholanmoqda. Jumladan tumanda faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlar Maqsud Kazakov, G'ofur Tursunov, Marhabo Shakdarova, Ruslan Amonov, Ilhom Ma'murov, Rustam Meliyev, Xurshida Soatova, Mahliyo Usarova, Gulnora Xatamovalarning xizmatlaridan aholi mamnun. Ko'rinib turibdiki, tumandagi tibbiy xizmat ko'rsatish tizimi izchillik bilan rivojlanmoqda. Bu esa tibbiyotga qaratilgan e'tiborning amaldagi samarasi sifatida xalq salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mana bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan 90 kunlik dastur ishlab chiqarilgan tibbiyot sohasida bugungi kunda Pastdarg'om tuman tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida qilinadigan ishlar yuzasidan ko'rib chiqadigan bo'lsak, nogironlarga sharoit yaratish, nazoratda turgan kasallar chaqirib tibbiy ko'rikdan o'tkazish, yoki yolg'izlarga, chin yetimlarga qarash, ularni dori-darmon bilan ta'minlash, stasionar sharoitda davolash, yo'llanmalar berish, yana Prezident farmoni 311-sonli qarorida 24-yil sentyabr oyida chiqqan tibbiy sug'urtalar yo'nalishi bo'yicha ishlayapmiz.